Bugun sizlar bilan qayriluvchi holatlarni ko'rib chiqamiz. Biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa 3 ta narsa. Birinchisi kerakli yerda chiqishligi, ikkinchisi likvidlarni yetishligi, uchinchisi qayriluvchi modellarda hosil qilishligi. Va bu yerda biz 3-holatini ko'rib chiqamiz. 3-holatda bozor keldi. O'sib borayotgan shamimizda bitta qizil shamni topdik va bundan keyin ko'k sham mana buni ustida yopilindi. Yopilingan shamni ustini olishligi va mana buni tanasini ichida tana bo'lib yopilishligi. Mana bu shaklda bozorimiz qayrilishi holati bo'ladi va biz mana bu yerni impuls qilib olamiz kichik time frame'da va limitlarimizni mana bu yerga qo'yamiz. Stopimiz bu esa birinchi bizning qarshilik nuqtamiz hisoblanadi. Agarki bozor mana buni pastida yopilib oladigan bo'lsa va keyingi qarshilikka qarab yuradi. Grafikda ko'radigan bo'lsak, kerakli nuqtaga keldi, likvidlarini oldi va qayrilishlikka tayyor. Endi 3-holatni ko'ryapmiz. Bozor chiqib keldi. Va bu yerda birinchi atkat va bu ikkinchi atkatni ko'rdik va mana buni ustida yopilishligi, qayrilishlik asorati juda ham kuchli bo'ldi. Demak, bizga mana bu yerda qayriluvchi modelni berdi. Bitimga kirsak, stopimizni mana bu yerga qo'yamiz va tepamizni birinchisi, ikkinchi tepa, uchinchi tepa qilib qo'yib ketaveramiz.